What is love? What is love? It's got a thing. It's okay. What is love? What is love? Love is having a passion for either person or a view, a painting. These are all important things in love. Yeah, but What is love? Haqiqatdan zo'r ta'sirli video. Juda ta'sirli, samimiy Samimiy va hayotiy. hayotiy. Sevgi siz uchun nima, Sardor? Sevgi men uchun aslida bu hayot, lekin uni bilasizmi, yoshlarga taqsimlagan to'g'riroq bo'lsa kerak. Masalan, 20 yoshda sevgi umuman boshqacha, u havasdek, hissiyotlarga boy. 60 yoshda masalan, u sabr, matonat, mehr, muhabbat degan tushunchalar bilan bog'lansa kerak. To'g'ri, endi aslida bu savolga hamma har xil javob beradi. Yoshga ham bog'liq, chunki haqiqatan 20 yoshda boshqacha sevamiz, 30 yoshda boshqacha sevamiz. Shaxsan menga bugungi qahramonlarimizning mana shu savolga qanaqa javob berishlari juda ham qiziq. 18 yillik turmush sevgi bilan bog'liqmi, mehr, muhabbat bilanmi? Buni hammasini bugungi ko'rsatuvimizda bilib olasiz. Biz har doimgidek eng baxtli oilalarni sizga ko'rsatishda davom etamiz, chunki bizning missiyamiz shu. Dekabr oyining salqin havo haroratidagi oqshomi yakshanba barchaga xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Milliy telekanalda sizni qarshilashdan xursandmiz. Assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin. Har doimgidek bizning oshxonamizda muhabbatga to'la yuraklar jam bo'lgan. Bugungi mehmonlarimiz Sanjar Shodiyev va ularning rafiqalari Muhabbat Shodiyeva. Xush kelibsizlar. Mehmonova. Mehmon va familiya. Tanolmaganman. Familiya. Tanolmagan. Chunki nima desa, uni familiyaga o'tish uchun niholi bor. Niholni o'zgartirish kerak ekan. Diplomni o'zgartirish. Hujjatlar o'zgaradi. Men aytdim, o'zingni o'zgartir, qog'ozda turaversin. Aktyor Sanjar Shodiyevning oilasi go'yoki bir kino. Bosh qahramonlar Sanjar Shodiyev va Muhabbat Mehmonova. Oila qurishganiga 18 yil bo'lgan. Rollarda 3 nafar farzand ham bor. Film rejissyori esa Taqdir. Voqealar Toshkentdagi institut yotoqxonasida boshlangan. Diqqat bilan ko'ring, chunki filmning nomi ikkalamiz. Turmush o'rtog'ini familiyasiga o'tishida qanday bir o'zi ma'no bor? Ba'zilar bunga boshqacha qarashadi. Jiddiy Bu nimani qarashadi. o'zgartiradi bu? Shart deydi ayrim yigitlar. Bu savolga birinchi marta to'qnash kerakman. Farzandim mani familiyamizda. Manikidaymish. Yo'q, erta borib Sherxon Shodiyev, Laylo Shodiyev, Asal Shodiyeva desa, Muhabbat Mehmonova ona nima bo'lishi mumkin-da? Shu ma'noda bo'lishi mumkin. Sevgi sizlar uchun nima? Sevgi bu bir insonni tushunib o'shani qadrlaysiz, shu bo'lsa kerak. Mana sevgi ma'mudagi sevgi shunday qonun yo'qda unda. U bitta narsa misol matematika aniq fanki 2 2 4 hech kim men uchun 4,5 deyolmaydi. Lekin sevgi falsafaga o'xshagan narsa, uni bir men uchun mana bu qonun mana bunaqa bo'ladi yoki oq bo'ladi rangi yoki qizil bo'ladi deya olmaysiz. Hamma uchun har xil ko'rinishga ega. Individual. Sevgi. Bir ayoldan so'rashdi. Sevgi kimda kuchli bo'ladi? Ayollardami, erkaklardami desa, ayol aytayapti erkaklarda. Sababi biz ayollar xohlaymizmi, yo'qmi sevganda, uni sharoitiga qarab. U bizni boqa oladimi, boqa olmaydimi? Hisoblab sevamiz o'shani qarab, sharoitiga qarab. Lekin erkak unaqa emas, erkak boricha sevadi uni. Mana shu ko'rdi, qalbdan sevadi turib. Bu to'g'ri gap. Va senga yetishmoq tilagim. Kel endi, sochimni silagin. Nima? Senga yo'qmi keragim? Ko'nglimdan joy olgan ey Leylo. Shundoq ham yashayman murdadek. Yashayman xadradek, o'rdadek. Shundoq ham yurakni o'rtadik. Ko'nglimdan joy olgan ey Leylo. Sanjar aka, siz ijodkorsiz, mana qalam tebratasiz-ku. O'sha qalam tebratayotganda sevgi haqida she'r yozyapsiz deylik. Baribir qaysidir sevgini eslab his qilib yozsangiz yaxshi chiqadi, to'g'rimi? O'sha paytda ko'proq qaysi sevgini eslab yozasiz? Maktabdagimi yoki katta bo'lganingizda? Institutdagimi? Shu muhabbat Bu mana institutda paydo bo'lgan bunday narsa-da.
bunday narsa. Siz misol uchun yetolmaydigan narsangizga qiziqib sevaverasiz. Yetdiz, u sizga unchalik bo'lmaydi. Ayol ham bilan turmush qurdik, oilam bilan baribir oila bo'lgandan keyin uni hammadan zo'r sevasiz. Lekin ko'chadan kimnidir ko'rib qolsangiz, o'zingizni ideal ko'rsatishga harakat qilasiz. Qilasiz, aniq bor narsa-da u. O'zingizni bir juda ham ideal erkak bo'lib, ana bu tarbiyalaganda unaqa emas, bunaqa qilib. Nimadan olingan? Ana shu birga o'tgan oilaviy tajribadan olinganda u. Men bitta narsani bilaman, sevgi nimalik, agar bir joyga borib qolsa, qanaqadir tushkunlikka tushib qolgan paytim, hamisha baxtlashimaysiz baribir. Yugurib oilamiga kelaman. Ko'p biladi, kasal bo'lib qolsam muhabbat deb so'rab qo'yaman. Men shu narsani sevgi deb bilaman. Xotin eridan so'radi. Adasi Antarktidadan suv sovuqmi, Tinch okeannimi? Er javob berdi. Bilasanmi xotin? Ikkalasidan ham seni gaping sovuq. Yur. Mana hozir necha yoshdasiz? 18. 18 yo'q. Agar Siz nasi 21 ga kirdim. Gap bilsa bilaversin, mayli. Yoshirmaydi, endi yoshirmaydi. Endi yoshirmayman, 21 ga. muhabbatli yoshni bilganligim uchun, birga institutda o'qiganligimiz uchun taxmin qilyapman, baribir 40 yoshdan kattasiz. Va hozir o'zingiz mana shu yoshda aktyor sifatida, Katta aytavering, odamlar katta ko'rinsin. oila boshlig'i sifatida o'zingizni qanaqa his qilyapsiz hozirgi yoshingizda? Bitta tomondan aytaman, men san'atkor bo'lganim uchun, xotinim ham san'atkor bo'lgani uchun men tushunishadi oilamda. Agar bir insonni sizni oilangizga kelib mana nima uchun bu eskilar aytishadi, yulduziga qara, avlodiga qara, irqiga qara, uni diniga qara, bir-biriga to'g'ri kelib qolgan deydi-ku. Agar sizni tushunmagan odam tushsa, eng katta sizga tragediya, fojia shu. Kasbingizni tushunmasa, tushunmagan. Kelyapsiz, mana bu yerda girimda bo'lgansiz, mana bu yerda bu ham bundan topdim deb yillar soch topdim, bir narsa topdim, janjal bo'lsa, anoq erkak bilan erini ko'rdim deb qiz bilan u bo'lsa, bu bo'lsa, uni tushuntirib olish qiyin-da. Qaysi holat tushuntirib bera olasiz? Emanim yoshligim 18 yoshligim. Qaydasan sevgilim? Oyuzli qalam qoshligim. Misol uchun Covid bo'lganda, men ham Covid bo'ldim o'sha paytda. Tuzalib chiqamanmi desam, doktor u xudodan. Unisi chunki og'ir bo'lib o'tganmanda. Shunda men sapshina yozdim. Hech esimdan chiqmaydi. Oilam meni kechiringlar. Agar nima yaxshilik, nima yomonlik o'tgan bo'lsa, men uzr so'rayman. Shu kungacha yonimda turganlarga ming rahmat. Faqat otam bilan onam bilmasin. Mendan rozi bo'linglar deb sapshina yozdim. Lekin o'shani jo'natmaganman. Yozganmanni jo'nataman deb o'tiribman. Lekin jo'nata olmadim. Men juda ko'p rozilik so'raganman. Meni kechiringlar. O'g'limga qarab, xotin o'g'limni yaxshi o'qitgan. Qizlarim yaxshi qaragan. Chunki yotibsiz bu yerdan o'liklar olib chiqib ketishadi. Har kun bitta odam ketyapti, men chiqishimni o'ylamadim-da. Men chiqmayman deb o'yladim. Shunda men ko'p narsalar so'ragan, o'sha kuni tushunganman. Nahotki bir hali bolam yoshdi-yu, bir narsa bolam tortib ketadigan bizneslar deydi-ku, o'shanaqa bo'lib o'ylaysiz, bir narsa orttirib qo'ymadim. Jo'natmaganimga rahmat. Balki jo'natganimda men sog' kelardim, bu o'lib qolishi mumkin edi. Uni ko'tara olmayman. Bu taqdir-da bu. Taqdir. Ba'zi erkak bo'ladi, u nima qilsin? Xudo kimnidir rizqli, omadli yaratgan, kimnidir omadsiz yaratgan. U Rossiyaga borib ishladim, shu yerda ishladim, pul topolmasa yoki unga atrofdagilar, amaki dedim, tog'am hech kim yordam bermasa, u nogiron bola emas u. U faqat ishlay olmadi. Uni misol uchun yoshligidan ish berishmadi, yaxshi maktabda o'qimadi u. Boshqa narsa qilmadi u. Xudodan sal xunukroq tug'ilgandir. Omad bermas, u bolani yomonlamang. Bugun omadi yo'q-ku, oilani tortib ketolmadi, erkak emas deyish, u xato gap bu. Xato. Haligi bilasiz, men soppa-sog'man. Kasal emasman. To'g'ri, bilaman. Ana u haykallar bor-ku. Xo'p, Ular chagad o'tkir aka. haykallar Ha, chekadi. chakadi. Men hozir Sanjar akam bilan suhbatlashganimda tanishuvlariga rahmatli Murod Rajab sababchi bo'lganliklarini aytdilar.
san'atda ham mani qaysidir ma'noda chiqib ketishimga sababchi bo'lganlar. Murat aka. Siz o'qishdan haydashmoqchi bo'lgan. O'qishdan haydamoqchi bo'lganlar ham kirib men san'atkor bo'lishimga sababchi bo'ldilar, ham oila qurishimga. Muhabbat mani singlim bilan, singlim jurnalistika o'qigan. Yotoqxonada turgan. Men ko'ylagimni yudirishga, boshqasi singlimni oldiga kelaveraman. Keyin singlim bitirib ketdi. Malik 5 yillik singlim bizdan oldin bitirib ketdi. Keyin bitirib ketgandan keyin ko'ylakni yudirishga buni olib keldim. Singlim yuvib bering. Hop, yuvib berib turdi. Men o'sha paytda esimda bor, hech uylanaman degan joyim yo'q. Bir ikki marta chiroq qizchalar bilan gaplashsam, siz qonaysiz deb tinchib turing deb. Shu yotoqxonada ham 4-5 ta qizlar bilan gaplashib turgan kunlarim bo'lganda, bu tashqarida turib turgan. Iltimos o'zimiz xonamda yigitlar ko'p ketdi, gaplashib o'raydik. Ana u ichut ishlayapmiz deb bahona qilib bilib turgan o'zi turib. Keyin bundan bir kun keldi, ana desam, Sanjarga yordam bering, tinchlikmi desam, men kurs rahbari Murat Rajab Istradada o'qigan. Attestaniya qo'ydik. Men Murat aka bilan yaxshi bo'lganman. Haydarishga qo'ygan. Murat aka kirdim, Murat aka, men muhabbatni haydarishga qo'yibsiz. Shuni ana qilmang, bu qo'l tugatib olsin, o'zi 1 yil qoldi desam, sarlashma. Kim sarlashma dedi, men aytdim. Qanday aralashma dedi. Sen boshqa aralashma dedi. Kim senga dedim, aytdim. Nima deysiz, meni oladigan qizim. Bak umuman muhabbat ham yo'q, sevgi ham yo'q. Zaprosto do'st. Aktyorsiz joyida. Shunday qarabdi. Rustammi Sanjar dedim, aytdim. Ha? Bitta borib chiqavergin dedilar. Chiqqandan keyin attestaniyadan bekor qilib, olib qo'ydilar. Men o'ylamay, Murat aka bilan men bildim buni. Bu boshqalar bilmadi. Ko'chaga chiqsam, ertasi kun butun bolalar tabriklaymiz. To'y qachon? Qanaqa to'y? Ha, sizlar anaqa qilibsizlar, oladigan qizing ekan. O'shadan boshlandi. Keyin e'tibor berganlar-da. Shu bilan mana bugun farishta omin deb. Taqdir. 18 yil mana hozir bugungi kungacha 18 yil vaqt o'tdi. 3 farzand onalari. O'sha paytda sizdan keyin bu Sanjar akamdan taklifni eshitganda kutilmagan narsa bo'lganmi yoki siz bu narsani sezarmidingiz qaysidir holatlarda? Yo'q, men jiddiy qabul qilmaganman. O'zingizda bo'lganmi bir ozgina bo'lsa ham bir yoqtirish tuyg'u? Insta birinchi marta sahnada ko'rganimda bular taqlid san'atini zo'r qiladilar, esingizda bo'lsa. Keyin men aytganman, voy, zo'r talantli bola ekan, O'zbekistonda ham shunaqa zo'r, anaqa biz u payt abituriyent edik, bular birinchi kurs bo'lgansa. Yolg'iz kampirda Yolg'iz kampiri, Gitleri shunaqa o'xshatganlar-da. Faqat san'at tomonidan. San'at tomonidan muxlis bo'lib qaraganman, keyin Guli o'rtog'im bilan turganimda kirib, "Men shu bolani sahnada ko'rdim, rosa zo'r talant, ha. Akangmi desam, ha" degan, "Voy" deganman, bo'ldi. Unaqa sevib qolmaganman. Baxtiyor Sultonovni konsert qildilar. Ikkalamiz konsertga chaqirdilar. Men qiziqchi, bu qo'shiqchi. Institutdan ikkalamiz borib konsertga chiqdik, qaytib kelayotgandik, piyoda yurib kelayotgandik. Shunda menga tegasanmi dedim. O'zidan o'zi. Sevgi belgi yo'q. Ishaqmayman. Sevgi yo'qman, oyog'im tagiga o'tirib olibdilar, tiz cho'kib. Gapiring deb. Sanjar aka. Kelizlar, ko'rganimni qildim, menga tegasan. Shuncha chidadilar. Hozir bilmayman, kimga aniq qilib ekranda kimdir ko'ryaptimi bilmayman, lekin sevgi zo'r bo'lgan. Hamma yoqqa yo'q bo'lsam xonalarga yozilgan. Sevaman, o'laman, kuyaman. O'sha paytdagi telefonlar yo'q bo'lib ketganda men o'zim boshlanishdik. Keyin sevmadim, tegaman degandan keyin sevib qolib, undan keyin sevaman, boshqalar, hammasi. Mazam farang. Demak, xotinjozlarga savol. Mani qaysi odatim senga yoqmaydi? Bolalar bilan kam gaplashishingiz. O'zingga ham yoqmaydi. Siz meni birinchi ko'rganingizda nimani his qilgansiz? Birinchi his qilmaganman, men prosta singlimni dugonasini ko'rganda his qilganman. Institutdagi bitta qizi u paytda anaqa bo'lmagan. Aytardi, mana qizil kostyuming bo'lardi, chiqardi. Ana yurish.
ana turli ish. Boya sevmayman deganingizga qarshi chiqdi mana bu gaplar. Mana qancha narsa. Hammasini biladi yurishing. Romantikalar. Umid o'rtamda o'tib, ana qara yurishdi qara, ana soch. Qaysi bergan sovg'am sen uchun eng zo'ri? Oila berdingiz, bolalarim, hammasi. Bola zo'r. Siz sabab bo'ldingiz-da. Xudo berdi, siz sabab bo'ldingiz. Sovg'alardan so'rang. Sovg'alardan farzandlarim Sovg'a emas to'g'ri. men uchun sovg'a. Men uchun nimalarga tayyorsiz? Mana sen. Men tanishgandan beri men qanchalik o'zgardim. Siz yaxshi tomonga o'zgargansiz. O'zi ham yaxshi edim-ku. Yo'q, undan ham yaxshi bo'lgansiz. Nima deb o'ylaysiz? Munosabatlarimizdan nimalar yetishmaydi? Hammasi yetarli, Xudoga shukr. Faqat meni tushunsang bo'ldi. Ikkalamizdan qaysi birimiz ko'proq o'ylab ish qilamiz? Men kamishni. Qarashda. Nima uchun men sizni sevaman? O'zim o'ylab qoldim. O'zingga o'ylab qolding? Nima uchun sen farzandlarini dadasiga uchun sevaman? Sevsang kerak. Yo'q. Ha, to'g'ri. To'g'rimi? Ba'zida biror narsani aytib bersam, Sanjar akam meni aldyapti deb o'ylaysan haqiqatan. Yo'q, ishonmasam aytaman. Aldatgan bilinadimi senga demoqchilar? Ha, bilinadi. Bilinadi. Ko'p qo'lga chiqaman. Yolg'on gapira olmaysiz. Aniqroq. Bildirib qo'yaman. Ha. Munosabatlarimizda nima o'zgartirgan bo'lar edingiz? Ko'proq suhbat qilib vaqt ajratishni o'zgartirgan bo'lardim. Tushunishni xohlagan bo'lardim meni. Yana ham ko'proq. Yana ham ko'proq. Endi biz ikkalamiz ko'p munosabatimiz, ikkalamiz munosabat bitta qilib farzandlarga ko'proq munosabat qilishimiz kerak edi. To'g'ri. Ma'ni romantik deb hisoblaysanmi? Yo'q. Qani yo'q? Romantik emansiz, siz realistsiz. Sizga qaysi qo'shig'im yoqadi? Menga yoqadigani ota, mushtaq, hammasi. Ko'proq ota yoqadi. Qaysi biri umuman yoqmaydi? Xorazmcha qiluvding-ku. Oq dema. Yo'q emas. Qanaqadir xorazmcha qiluvding, shu umuman yoqmagan qo'shiqda. Shu umuman yo'q o'rganmiz. Yo'q o'rganmiz shuni. O'zim ham esimga kelmayapti. Meni orzuyimdagi rolim qaysi? Siz orzuyingizdagi rolingizni hali ijro etmagansiz. To'ppa-to'g'ri. Qaysi o'sha? Husayn Boyqaro. Bo'rimir ayta o'zim. Yo'q, yo'q. O'zim ham shuni yoqtiraman, o'sha Husayn Boyqaro rolini agar olinsa, o'ynasa edim, mendan zo'r Husayn Boyqaro. Xalq maza qilardi, Sanjar Sanjar aka. Yiqilib ham tushardi. Haqiqiy Husayn Boyqaro mana. Qaysi vaqt meni ko'proq yaxshi ko'rib ketasiz? Sog'lom payt. Instagramda menga yozilgan kommentlarni o'qiysan. O'qiyman. Odamlar men haqimda savol berishsa, qaysi biri yoqmaydi sizga? Ola eshitmayman. Qaysi payt men bilan faxrlanasan? Har doim. Rahmat. Qachon Parijda qahva bilan meni mehmon qilasiz? Keyingi yil va'da beraman. Mart oyida. Nechi? Navro'z oldi. Dedi 20-25 atrofida javob xudo xohlasa. 8-martda, hajja. 8-mart. Tayyorlanaman shunga. 8-mart Parijda. Ba'zida shunaqasi ham bo'ladimi, Sanjar aka, misol uchun atrofingizdagi insonlar tomonidan qo'y endi turmush o'rtog'ingni san'atda faoliyat yuritmasin. Baribir bizda o'zbekchilikda shunaqa qarash bor-da, baribir uyda o'tirgani yaxshi, sahnaga chiqishlariga ruxsat bermagin deydigan atrofingizda insonlar ham bo'ladimi? Sizga bitta narsa aytaman, sizga ishonarli, tomoshabinlar ishonarsiz, meni taniganlar, boshqalar bular. Buni oilasi hammasi ashulachi. San'atda. To'ylarga borsa laparlar aytib, ayollar, erkaklar ham qo'shiq aytib ketishadi. Mani dadam hofiz. Ertalab 7 bo'ldi, torda olib, uyda torda jivo ashula bo'ladi. Onam yuradilar, o'chada, "Ey, bo'ldi, unaqa qilmaydi." Qo'shni gapiryapti, yuradi. Otam berilib 73 yoshdalar, ovoz hali ham to'xtab qolmasin deb ashula aytadi. Uyga borsam, kelin, uni aytding, buni aytding, analiz bo'layotdi qo'shiqlarni. Birga, qaynota kelin. Milliy kiyinib chiqqin. Anaqa kiyinmagin. U bu deb. Chunki onam ham bir joyga o'tirsa, kelin chiqdi desa faxrlanib o'tirishadi uydagilar. Shuni o'zi baxt. Men uchun eng dunyoda bir tiyinga qimmat bo'lgan narsa odamlarning fikri. Yaxshi fikr. Chunki shaxsan men ham odamlar nima deydi qabilidagi gap so'zlarga e'tibor bermaslikka harakat qilaman. Yashash osonroq bo'ladi. To'g'ri, o'sha statistikada ham shunaqa ma'lumot o'qidim. Aksariyat oilalar tashqi ta'sirlar omillari tufayli ajrimlarga sabab bo'lishyapti. Odamlarning mish-mishlari, noo'rin fikrlari baribir oilamizni ichki muhitiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Shuning uchun biz ahamiyat bermasligimiz kerak. Ayniqsa san'atkorlarda. Chunki ikkita inson ham taniqli,
el ichida va har xil gap so'zlar bevosita ularning turmushlariga o'zining salbiy ta'sirini o'tkazishi mumkin. Shuning uchun oilam mustahkam bo'lsin, baxtli yashaylik deyish uchun odamlar nima deydi degan iborani butkul olib tashlash kerak. Kichkina uydagi har xil kelishmovchiliklar qanday hal qilinadi? Men qiziqchilar bilan demoqchiman-da, chunki har xil qo'l jangida bo'ladi burada. Idishlar almashtiradigan payt yetib keladi. Bolalarga kiyim oladigan payt yetib keladi-yu. Ana shular bilan hal qilinadi. Onalar bunaqa bo'lar ekanda, mana mana televizorda aytaman, hozir sal gapirsa 3 ta bolani xuddi o'zi tuqqan. Bu hayotda bo'lmaganman. Bizga anaqa qilmang deydi. Sana turkish bo'lib qoladi. Bunday qarasa hech kim yo'q masalan. Bizga biz qayerda edik? biz armiyadamiz. Biz ham armiyada. Bor edik-ku bu hayotda. Biz ham bor edik bu yerda. To'g'rimi? To'ylarda ham mana misol uchun aytib bering, ikkita to'y bo'lsa, ikkita quda bir xil ko'ylak tiktirib olgan. Troslar. Chiqib keladilar, u ashula aytib ketadi, bu mening onam, ashulasi. Kuyovam hali gulga jannatim onam yozirga yig'lab kelib, unga qaraydilar xalqqa. Ota qani? Yo'q. Bu dunyoda bor edi. Qani u? Ana u 3 etajli to'rtta oldida turgan bo'ladi, fotoapparat chaydaydi, chetga o'tib xalaqit beradi. U yoqdan video kamera chaydaydi. Yo bo'lmasa qozonni boshida bitta ko'chada ovqat o'tiribdi. Faqat nonni pulini berish kerak, go'sht pulini berish kerak. U yo'q. Yo'q. Yana o'tirib olib uni she'rlatadi-yu. Onajon, sochingga tushib qolibdi, oq, ol mening sochimni qoralarini. Tishlaring tushib qolibdi, ol mening tishlarim. Biron marta ko'rganmiz, otani o'tkazib qo'yib. Ota bizni o'stirdiz. Sunnat qildingiz, kestirdingiz. Shuqillik qildik, urmadingiz, birov bilan yurmadingiz deb o'ladim shunaqa she'r aytsa-chi. Bitta yo'q u. O'lib qolgandan keyin, o'lib ketsa, ana eski rasmini qo'yib, bu ham telefonda olingan. Shunaqa odamni taraf biz ham shunaqa tiriklikda nima qarama deydi. To'yda yuradi-yu. Onajon, yurak bag'rim qon. Onajon, sog'indim yomon. Onajon, yurak bag'rim qon. Sanjar aka o'zi turmush o'rtog'ingizga atab yozgan she'ringiz qaysi edi? Atab yozgan she'rlarim ko'p, ammo bittasini yaxshi ko'raman. Yaqinda shu she'rni aytaman. O'g'limiz alqomat, qizimiz gulyuz. Hali nevaralar kuchimiz rayhon. Hovlimiz so'riga ilib arg'imchoq. Ularga qo'shilib uchamiz rayhon. Hali to'y qilamiz, keladi kelin. Qadoqli qo'llaring mayin bo'ladi. Uyg'onsang ko'chaga sepilgan suvlar, dasturxondan non choy tayin bo'ladi. Uy sotib olamiz kichik o'g'lingga. Unda bilim yaxshi, unda shash yaxshi. Mehmon bo'lamiz haftada, oyda, bunda huzur yaxshi, bunda gasht yaxshi. Soching oq bo'ladi, mening soqolim. Xudodan shukrni so'radim bizga. Shuncha pul beramiz, yoshingga yet deb nafaqa pulimiz keltirgan qizga. O'g'limiz alqomat, qizimiz gulyuz. Hali nevaralar kuchimiz rayhon. Hovlimiz so'riga ilib arg'imchoq. Ularga qo'shilib uchamiz rayhon. Oldin dard ayollarda bo'lardi, hozir erkaklarga o'tib ketgan. Men o'zimni sevaman. Menga o'zim yoqadi. Endi menga baribir kim qanaqa boqadi. Men o'zimni shunaqa xursand qilib yashayman. Bravo! Bravo! Ya gap yo'q. Donna, bir narsa so'ramoqchiman. Bizda ozgina shunaqangi qarashlar borki, o'zbek oilalarida san'atkor yaxshi kelin bo'la olmaydi deyshadi ba'zida. Siz o'zingiz kelib chiqib qanday ayta olasizki, yaxshi kelin bo'lganman yoki haqiqatdan o'sha barcha o'zimga yuklatilgan vazifalarni bajara olganman deya olasizmi? Hozirgi yoshlarga solishtiraman, men ular o'ta aqlli. Biz aqlli bo'lmaganmiz lekin. Biz bola bo'lganmiz. Sodda. Sodda bo'lganmiz.
lekin men hozir oyjonni o'ng qo'llarimanda. Hamma Nechta narsani kelinsizlar birga- o'zi? Hozir ikkita, endi uchinchisiga uchinchi o'g'ilga kelin olyapmiz. Sotti kelinsiz siz. Eng yaxshi kelin. Yo'q, rostdan hozir masalan eng yaxshi kelinman deydi. Qaynonani mehrini qozonishni eng oddiy usuli nima? Life hack. Eng oddiy usuli uyingizdagi tarbiyangizni ham, uyingizdagi hamma nimani tashlab, qaynonadan boshqatdan tarbiya olish kerak. O'sha oilaga moslashish uchun o'sha oilani urf-odatini qilish kerak. Qonun qoidasini qabul qilish. Men oyim mana bunaqa o'rgatuvdilar, siz noto'g'ri qildingiz degan gap bo'lmasligi kerak. Chunki men ko'rdim shu narsani, o'zimda emas, ko'p chetdan qarasa haqiqatda xunuk ko'rinadi. Masofa uzoq bo'lgan Namangan, Buxoro. Qanchada ruxsat bergansiz uylariga borishga? Yilda bir yilda borib Nima deyaptilar? boshqalarga o'xshab unaqa bo'lmaganman. Ikki haftada bo'lmagan. 2 yilda, 1 yilda bemalol boribdi. Sen ham odamsan. Yoshlik dilni tark etgani yo'q. Yurak seni tark etgani yo'q. Demak qadringga yetgani yo'q. Demak qadringga yetgani yo'q. 18 yil vaqt mobaynida oilangizni eng bir qiyin yoki sinalgan davri qaysi vaqtga to'g'ri kelgan? San'at og'riq nuqtalarni qiynalgan. Endi sinalgan oilani masalan Unachi siz boshqada qanday bolaga qarasangiz bilasiz. Mana katta qizim Laylo Shodiyeva. Shunga qarasam studenti bolasi deyman. Chunki nimadir qilsang tortinib turish. Shunaqa qo'rqib gapiradi. Tortinib turadi, cho'chib turib, "Sanmi?" deydi turib. Sherxon o'g'lim beparvo, unga dengiz dunyoni suv bosmaydimi? Men o'zim bemalol ovqat yeb, u biladi, hamma narsasi o'xshaydi uni. Asal Shodiyeva. u qaysi davr farzandi u? Endi mana orada 2 yosh, 3 yosh bor-ku. Birinchi mana farzandim bo'lsa, studentniki. Student bor. Ikkinchi bu o'rtaqol, endi o'rta o'zimizga tushungan paytimiz bolasi. Asal Shodiyeva ham bor. U birovni bir tinglamaydi. U yulduzlik davri. Yulduzlik davri. Sardor shuncha she'r bilar ekanlar. Sen bilasizmi she'r? Bilaman. Siz ham turmush o'rtog'ingizga atab she'rlar o'qib Bor turasizmi? shunaqasi. Bormi? Eshitamiz. 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 Senada o'sha binlar birgalikda ifodali qilib o'qing. Bu hayot na bir hikoya, na bir ertak. Istagim ayroq bo'lmasin, juft yurak. Sokin tur, oy nurlari sochib, mayin shaboda derazam ochib. Nafasing eltar menga shu on, yomg'ir tomchilari yuzimga urib. Sayqallanib timsoling yomg'ir aksida yig'layman deyman u yosh yo'q ko'zimda. Go'yo o'zga bordek o'zimda. To'xta, xayoldan qochib uyqusiz ko'zlarim bilan tosh oynaga termulaman. Azob bo'ldi hamrohim, shubha esa avvalo sen emasmi sevishga o'rgatgan meni mabodo. Yana seni eslayman, sog'inchga to'la diydam, istirobmi, quvonchmi yo dard, azobi shirin muhabbat. Shamollarga aylangim kelar, xayollarda qo'llarin sochlaring silar. Osmon ichida yagona oy bo'lsang, so'nmas yulduzing bo'lay istasang. G'uncha bo'lsang, ifor taratsang, sarxush bo'lib nafasingdan bahra olay. Ishq yo'lida shartlaring bo'lsa, tortinma, bariga ko'nay. Aslida kimdir kimgadir orzu, kimdir esa kimgadir armon. Kimdir kimgadir bir tomchi, kimningdir sevgisi, kimgadir ummon. Menga yuragim berdi xabar, tuyg'ularim osmon bilan barobar. Sevaman seni shunchalik, anglamabman buni to senga qadar. Qanaqa satrlar, Sardor. Meni hayron qoldirdingiz, lekin kutilmagan burilishi bo'ldi. Sardor, qachon yodlaganingiz bu she'rni? Uylanganimda. Demak, rafiqangiz sizni shoir qilganlar. Oxirgi marta qachon gul berdilar sizga? Qachon berdingiz? Eslolmayaptilar ham Sanjar aka. Mana bu ham sizni aybingiz. Va biz bu xatoni to'g'rilaymiz. Faqat qachon? qachonligini ayting. Tug'ilgan kunimdan. Faqat tug'ilgan kuningizda. 26-may. Oddiy kunlarda Biz gullar sizni bilan eng kirib baxtli kelmaysiz. oilada boyadan beri ko'rsatib, maqtab yuribmiz. Siz 1 yil Hozir avval she'r aytadilar, baxt gulda emas deb. Yo'q, gap bu emas. Mana bitta narsa.
siz qanaqa shuni qabul qilgansiz? Mana o'zingiz, mana sizga lичный o'zimni savolim. Bu yoq bo'lsa bu yoqqa ham aytaman. Mana Sardor yig'lab chiqib ketdilar. Sizga endi gap aytaman. Savol beryaptilar. Lekin sizga qachon gul bergan edingiz mana? Savol sizga. Cho'g'a chestini, rostini ayting. Tug'ilgan kunimda. Assalomu alaykum. Siz qachon bergansiz ayolingizga? Tug'ilgan kuni. Assalomu alaykum. Biz shuni ichidamiz-ku. Biz uchun u qiziq narsa emas. Faqat shartimiz bor. Oh, Muhabbat izhori bilan berasiz guldastani. she'r aytish kerak emasdir. Yo'q, xohlasangiz shunchaki izhor. Yo'q, aytsinlar. Ay, kameralar turibdi. Ayting, bir chiqsin, tarqasin. Mana muzlanib turaveraman. Aytgin, qaysini aytar ekan, ha? Shu xudoy. Voy, bugun hovlimizda to'y. Bir chet o'tib bityapman, bak. Mendan o'tgan ginalarni qo'y. Men eringdan rozimisan? Ay, ijod bilan, san'at bilan band, men eringdan rozimisan? Ayt. Oh. Shuni endi boshqa. Yo'q, boshqasini ayt. Seni hech kim sevolmaydi meningdek. Baslingga zor, bu oshiqlar ehtimol, poyingga tiz cho'kib yig'lar ehtimol, lekin sodiq bo'lolmaydi meningdek. Yo'ling kesib o'tsam o'zim xijolat, uzoqdan bir seni ko'rsam kifoyat, bir boqishing o'zi menga inoyat, seni hech kim sevolmaydi mening deb yozgan eski she'r bor. Buni ham aytmayman. Yo'q, bu ana ma'nosi u ko'chani qizlariga ekan. Mana, kel onasi tashvish bilan. Kel onasi tashvish emas, niyatdan gaplashamiz. Orzu bu ayb yo ishmas, yuz bilan yuzlashamiz. 55 ta nevara, yana shuncha chevara, 130 yosh chegara, yuz bilan yuzlashamiz. Yaxshi niyat yarim mol, 150 yosh ehtimol, rizqimiz terib halol, yuz bilan yuzlashamiz. G'am ulfa tutmaymiz. Behuda qon yutmaymiz, bo'lak yotmaymiz, yuz bilan yuzlashamiz. Yurtlar kezamiz, turli chol bo'laman, g'ururli. Yuz bilan yuzlashamiz, nishonlaymiz yuz yoshni, chorlaymiz har tengdoshni, damlab 100 kilo oshni, yuz bilan yuzlashamiz. Baxtli bo'ling, baxtli bo'ling. Sevgisi bor bo'ladi. Yuz bilan yuzlashaylik, ilohim.